Odamlar nimaga ichi qora hasadchi bo'lib ketadi? Men hech kimga yolg'on ma'lumot qo'yganim yo'q. Menga shunaqa $1000, 2000, 8000 dollarlik takliflar tushyapti, shuni qabul qildim. Hali menga pul tushgan yo'q deb aytdim ham bu yerda. Meni qabul qilsa manaqa pul tushadi. Men unga post reklama qilib berishim kerak, sharti shunaqa deb aytdim. 4 ta obunachisi bilan sizni kirgan joy yo'q ekan deydi. 4 ta obunachim bo'lgandan keyin bo'lmaydi. Men million prosmotrim bor. 500 ming, 600 mingga yaqin obunachim bor. 12 yil, 13 yildan beri mana shu kanalni yuritaman. Hamma kontent meni o'zimniki, hech kimni o'g'irlamayman va birovning narsasini qo'ymayman. Hamma kontent o'zimniki meni 100%. Ana shuni creator deydi. Bu to'lovlar faqat creatorlarga keladi, ya'ni o'zini sahifasida o'zi narsa yaratib, o'zi gapirib qo'yadiganlarga. Hozir men o'zimni bolamni 4000 ta obunachisi bilan tushgan taklifini ko'rsataman. Unga katta takliflar tushgan yo'q, prosta $100lik reklama tushdi, qabul qildik, hali beri olganimiz yo'q. Ular ham belgilab qo'ygani yo'q. Mana o'zimni bolamni profili 4000 obunachisiga ega. Hozirgi mana 17 ta posti bor, hammasi o'zining ma'lumotlari. Bu oy 134 ming prosmotr bo'lgan. Mana 60 kunlikini ko'ramiz. Mana 2 oyda prosmotrini ko'ramiz. Mana 655 ming prosmotr bo'lgan. Ana shu bolamni profiliga kiramiz. Mana tepaga nastroykani bosamiz. Tushgandan keyin mana account. Endi mana brand content. Mana takliflar yo'q. Biz qabul qilgan taklif mana $100lik taklif, bitta dona. Hali qabul qilmadi, mana $100lik taklif turibdi. Mana endi monetizatsiyaga kirgandan keyin mana sovg'alar uchun ochiq. Mana meyda 10 mingdan o'tish kerak sovg'alar uchun. 10 ming odamdan o'tish shart. Bu hammaning kanalini faoliyatiga qarab, aktiviga qarab, podpischisiga qarab shunchaki taklif tushadi. Uni qabul qilib, post qilib joylansa, ana shular aytilgan pulni beradi. Yana shunaqangi ongsiz bir manqurtlar bor ekan, Amerikadagi Shohruh. Mana prosmotrim uchun 1 sent pul tushdi debmi, nimadir deb video o'qigan ekan. U prosmotr uchun to'langan pulni aytdi. Unga ham misol taklif $10,000 post qo'yib ber, $1000 post qo'yib ber degan taklifni ko'rsatgani yo'q. U uni aytmadi, u faqat prosmotrdan kelayotgan narsani aytdi. Unga ham kelayotgandir katta takliflar. Xullas men o'zimni telefonimga kirib ko'rdim. Keyin men videoni boshida aytganman bu. Amerikada ochiq monetizatsiya, Koreyada ham ochiq deyarli. Bu podarkalar tushishini monetizatsiyasi ochiq. Podarkalar uchun. Lekin prosmotr uchun yoki manaqa takliflar uchun O'zbekistonda ochiqmi bilmayman. Men Koreya haqida gapirdim. Koreyada shunaqa bo'ldi va profilimni ochib ko'rsatdim. Videodan maqsad menda shu narsa ochilibdi. Sizlar ham agar ochilgan bo'lsa, ishinglarni qilinglar, pulni qilinglar. Omadinglarni bersin. Men orqali mana shu pulni agar topa olasizlar, foyda men uchun ham.